Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Men Qoraqalpog'istondan Andijonga asalari davo maskaniga davolanishga keldim. Men kelgan paytimda ikkita qo'ltiq hassada kelgandim. 4-stepen suyak yemirilish kasalligi bilan. Mana 4 kurs lecheniyani oldim. Allohga behisob shukr. Hassani tashladim. Bularga katta rahmat aytaman. Avvalambor shifo Allohdan. Mana shu Muhammadjon tabib sababli biz shifo topdik. Bu yerda sharoitlar juda yaxshi. 3 mahal issiq ovqati bor. Ayollarga ayol hamshiralar qarashadi, erkaklarga erkaklar qarashadi. Mana shu joy juda yaxshi ekan. Alloh rozi bo'lsin bulardan. Katta rahmat. Bizga mana Mahbubaxon qarayaptilar. Alloh rozi bo'lsin. Men Allohning izni bilan hassamni tashladim. Mana bu yerga kelganingizda bitta kasallikni deb kelar ekansizda, tanangizda qancha kasallik bo'lsa hammasiga shifo topar ekansiz. Masalan, meni bitta pochkamda tosh bor edi, bittasida kista bor edi. Toshim ham tushibdi, kistalarim so'rilib ketibdi. Oyog'imda varikoz bor edi, varikozlarim ham yo'q bo'lib ketdi. Gemoroyim ham bor edi, gemoroyim ham yo'qolib ketdi. Allohning izni bilan. Allohimga behisob shukr, yaxshiman. Mana hozir sizlarga yurib ko'rsataman. Ikkita hassada kelgandim. Mana hozir bemalol yuraman. Mana yuryapman. Allohimga behisob shukr. Ming rahmat bularga. Alloh rozi bo'lsin. Dunyo turguncha tursinlar. Rahmat hammaga.